Hayotimdagi eng chiroyli kitobni raspakovka qilamiz bugun sizlar bilan birgalikda. Buning detallariga e'tibor beringlar. Mana bu yerda Nodi deb yozib qo'yilgan. Birinchi maska va shunaqa brelok. Men shunaqa brelokka yaqinda kartinkamga solib qo'ygandim, olaman deb, lekin olmasimdan oldin sovg'a qilish. Keyingisi mana shunaqa ruchka. Keyingisi shunaqa bookmark. Ochgan edim, ochganimda yirtib yubordim ham to'g'risi, lekin sizlarga ko'rsataman deb boshqatdan ichiga tiqib qo'ydim. Tadam! Kitob Alximiya sekretov. Avtori Stefani Garber. Aynan shu mashhur kitoblarning avtori. Bu kitobni o'zi menga o'rtog'im sovg'a qildi, lekin uni o'zini magazini bor. Xuddi mana shunaqa estetik narsalar sotadigan. Mana pastda qoldiraman. Mana yana bitta kitobim bor, Asahi Books'da. Kakras bu ham bugun kelgan edi. Tadam! Voy, tezkor shovman. Sofiyaning dunyosi. Eng zo'ri yosh chegarasi 14+ ekan. Men shu uchun ham hamma yoshga to'g'ri kelib ketaveradi. Men o'zim yaqinda oldim bu kitobni, hech qachon kelmadi. Men Remark ijodi bilan tanishmoqchiman. Remark eng mashhur asari bilamizki, Lissabondagi tun, aynan shu kitobi. Shu bilan meni kutubxonamga yana 3 ta kitob qo'shildi. Sizlar esa menga shunaqa kitob kontentlari uchun esa obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.